Assalomu alaykum, qadrli yarashan ishqibozlar, qo'y suyuvchilar. Shu ko'pchilik bu narsani bilishadi. Ayqiron polvon 97 ta bolasini oldilar. Mana Hoji bobomiz xudo xolasa Fazl akamiz qo'y fermalaridamiz, ya'ni Namangan Chortoqda xudo xolasa mana 97 ta bola olingan qo'yimiz. Hozir 6 kishi Hoji bobo. Ha, 6 kishi. Qo'yini bitta bir qiziq kishi bo'ladi. Sardarbek tortib bergan ajdan bir 80 ga yaqin ekan yana. Jonivor. Lekin tortish metrda. Metrda qanchagan? Tortib ko'rsatib beraman. 80 ga yaqin ekan. Akalar qaranglar mana, bofiya. Yo'q, nima qilasiz mana. Yo'q. Bir unga bir o'g'im ketadi mana. To'g'risi qo'yasizda. To'g'risi qo'ysa taktimetr ham bor. Taktimetr bor mana qara. Ko'ryapsizmi? Cho'zilib qolibdi mana. Biri 5 ga boryaptimi? Hozir bir necha kilogramm chiqadi deysizmi? 180 ga boradi. 180 kilogramm ko'rib turibsizlar qo'ylar. Akalar 97 ta bola olish hazırlagan emas. Qo'y ko'rib turibsizlar. Oyoq joylik. Narxi qiziq ekanligi uchun bitta 4000 atrofida chiqadi. Xudo xolasa. Nomerda ekranga qo'yib qo'yamiz, telefon qilasizlar.